Assalomu alaykum qadrli obunachilar va barcha tabiat muxlislari, tabiatni asrab qolishga hissa qo'shayotgan yaxshi insonlar. Bilasizlar, bizani YouTube sahifamizga uzundan uzun mana shunaqangi gorizontal video joylanadigan bo'lsa, demak, pitomligimiz tomonidan navbatdagi aksiya yoki maxsus chegirmalar uyushtirilganidan dalolat beradi. Va biz an'anaga sodiq qolgan holda bugun e'tiboringizga navbatdagi aksiyadagi aynan yoz chillasidan to kech kuzga qadar gullaydigan maxsus o'simlikka berilgan chegirmani taqdimot qilishdan xursandman. Ushbu o'simlikni aksiyaga qo'yishimizga sabab juda ham ko'p bo'ldi. Sababi o'zim blogimda video 30 mingdan oshiq prosmotrga ega bo'lib, aynan shu o'simlikni ko'chatini so'rashga kirishganligi sababli va men sizlarni xursand bo'lishinglarni va O'zbekistonda aynan shunaqa yoz chillasida gullaydigan o'simliklar ko'p bo'lishini istagan holda mana shu aksiyaga qo'l urishga qaror qildik. Hozir bir necha daqiqadan so'ng bu o'simlik haqida bilib olamiz. Qanaqa ekish kerak, qayerga ekish kerak, qanaqa parvarish qilinadi, bu o'zi nima, narxi qanaqa. Ungacha bo'ladigan bo'lsa, siz hali bizani obunachimiz bo'lmasangiz, mana shu sahifamizga obuna tugmasini bosib qo'yib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Sababi eng ishonchli, ilmiy asoslangan va foydali ma'lumotlar shu blogda. Zaxirli Flowers pitomligi O'zbekistondagi eng yirik pitomliklardan biri hisoblanadi. Bizning pitomligimizda 1,5 mingdan oshiq assortiment o'simliklarni topishingiz mumkin. Shu bilan bu qatorda bizning lokatsiyamiz Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbek hududida to'qimachilik massiviga yetmasdan turib o'ng qo'lda joylashgan va bemalol istalgan kartaga kirib, internet kartaga Zaxiriddin Flowers nomimizni yozib turib, bemalol kelishingiz mumkin. Men videoni cho'zib o'tirmayman. Telefon raqamlarimizni, manzillarimizni linklarini ham qoldiraman va sizni hozir aksiya tushgan o'simlik bilan tanishtirishga kirishaman. Tayyor bo'lsanglar, videomizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, Zaxirli Flowers pitomligi o'simliklarni juda ham yaxshi ko'rganda, aynan o'simliklar uchun mana shunaqangi yomg'irni ham kashf qilib beradi, yomg'ir ham yog'dirib yuboradi. Sababi o'simliklarni hozirgi kunda, ayniqsa issiq paytda yaxshilab sug'orib, suv bilan berib, suvlarni berib, suv bilan yaxshilab ta'minlab turish kerak. Va aynan bizning issiqxona sharoitimizda kechga yaqin har kuni mana shunaqangi yomg'irlatib sug'oriladi. Bu bo'lsa o'simliklarni barglarining yuvilishiga, o'ziga kerakli suvlarni ichishiga va havoni namligini saqlab berishga hissa qo'shadi. Yoz paytidagi eslatmam, o'simliklarni aynan kechga yaqin bo'lgan paytda va ertalab quyosh chiqishdan oldin sug'orib qo'yinglar, shunda juda ham yaxshi bo'lib o'sadi. Qadrli gul shaydolari, tanishamiz. Lagistromia indica hot BDR. Demak, mana yonimda turgan ikkita tarafimga qator qilib taxlangan o'simlik bu Hind nastarillari yoki bo'lmasa indiyskiy sirena nomi bilan mashhur xalqimiz tilida bo'lgan o'simlik. Bu o'simliklarimiz butalar hisoblanadi va aynan ushbu butalarimizning balandligi 3,5-4 metrgacha yetishi mumkin. Va aynan indiyskiy sirena yengillik bo'lmasa ham bunaqangi hot BDR navi O'zbekiston uchun yengillik. Sababi bu oxirgi 2 yil ichida hitga aylandi, trendga chiqdi va juda ham ko'plab bog'bonlar o'zini bog'ida mana shunaqangi noodatiy qizil gullarga va qizil barglarga ega bo'lgan sirenlarni ekishyapti. Va meni nima uchun meni obunachilarim buni bog'iga ekish kerak emas degan savol o'ylantirdi. Shu sababli sizlar uchun maxsus aksiyada mana shunaqangi chiroyli ko'chatlarni olib keldim. O'tgan yili bularning baland shtamplari introda ko'rsatganimdek $650 sotuvga chiqqan edi. Lekin siz bugun meni videoyimni ko'rib, like bosib, podelitsiya qilib, bizning pitomligimizga kelib, juda ham arzimagan narxda, hattoki $10 yetmaydigan narxdan xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Narxlarni taxminini yozsangiz ham bo'ladi. Sizlar bilan bo'lsa, mana shunaqangi betakror hot BDR navli indiyskiy sirenalarni tanishtirishni boshlayman. Demak, do'stlar, Lagistromia indica bu Hind nastarini hisoblanadi va Hind nastarillari O'zbekiston iqlimiga juda ham mos, qaysiki yoz oylariga. Chunki bular to'g'ridan to'g'ri tushadigan quyosh nurlarini, issiq ob-havo sharoitini juda ham yaxshi ko'taradi, o'zida yaxshi saqlaydi va ayniqsa shaharlarni, tumanlarni, respublikaning markazlarini bezashda faol ravishda foydalaniladi. Ushbu o'simliklarni bilganingizdek to'g'ridan to'g'ri quyosh tushadigan joyga ekishingiz kerak bo'ladi. Faqat bitta narsani e'tiborga olish kerak, ya'ni yilvizak aylanadigan qismlarda imkon qadar boshqa o'simliklar bilan kollaboratsiyada ekish kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shamol bularni to'sishi kerak. To'g'ridan to'g'ri shamol bo'lsa, bular zarar yetadi tanasiga. Sababi tanasi juda ham ingichka, nozik bo'lganligi tufayli to'g'ridan to'g'ri uradigan, to'g'ridan to'g'ri esadigan shamollar qishda bularning tanasini sovuq urish ehtimolini oshirishi mumkin. Demak, bu sovuqqa chidamli emas ekan degan savol tug'iladi.
ha do'stlar, sovuqqa unchalik chidamli emas, -15, -17 daraja sovuqqacha chidashi mumkin, lekin ba'zi holatda -21, -23 gradusgacha bo'lgan sovuqda ham chidaydi. Lekin aytganimdek, boshqa o'simliklar bilan birgalikda himoya qilib ekkan vaqtingizda do'stlar, o'simlikni himoya qilib eksangiz juda ham zo'r bo'lib o'sadi. Lekin agar sizda mana boshqa o'simliklar bilan eka olmayman, joyim yo'q deydigan bo'ladigan bo'lsangiz, bularni qishda o'rab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Lekin ko'p holatda ba'zi ayniqsa Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida ekilganda bularni unaqa sovuq urmaydi. Hattoki shahar markazini ham mana shunaqangi betakor seriallar, indiskiy seriallar bezab turadi va ularni ham anchalardan beri sovuq urmaydi. Lekin men har doim sizlarga tavsiya sifatida tushuntirib o'tib ketaman. Tavsiyam imkon qadar endi gul yetishtirishni boshlayotgan bo'lsangiz yokida hali o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa, imkon qadar o'rab qo'yishingiz kerak. Va mana marhamat, e'tiboringiz markazida o'simliklarni qanchalik sifatli ekanligini ko'rsatib o'taman. Indiskiy seriallarni ko'rsatish bilan bir qatorda sizlarga shu narsani aytib o'tib ketaman. Indiskiy seriallarni parvarish qilish juda ham oson. Aytgandek, to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga eksangiz va shamol aylanishidan, shamol urishidan, sovuq urishidan asraydigan bo'lsangiz, sizni ko'zingizni 20 yildan to 50 yilgacha ham bezab turishi mumkin. Va barglarini ko'rib turib, siz juda ham chiroyli, tiniq rangga ega, sekin-astalik bilan qorayib boradi. Mana tagidan yangi chiqqanlar sal yashinroq bo'ladi, sababi biz hozir bunaqangi yopiq hududda turibdi o'simliklar, sizda ochiq hududga chiqqandan keyin juda ham chiroyli bo'lib qoladi. Demak, bu o'simligimizga beriladigan ozuqa istalgan bog'ingizdagi o'simliklarga beradigan ozuqalardan foydalanib berishingiz mumkin. U gumi bo'lishi mumkin yokida hammamiz sevib ishlatadigan NPK, ya'ni azot, fosfor, kaliy aralashmasi bo'lishi mumkin. Shu o'simliklarimizga beramiz bahor oylarida, yoz oxirlarida va kuz oxirlarida beramiz. Shunaqa qilib bemalol o'stiraveramiz. Demak, bularni kesish payti bahor mavsumiga to'g'ri keladi. Ya'ni qishda kesishni ham tavsiya qilmayman. Agar qishda kesadigan bo'lsanglar, bular tanasidan suv haydaydi, yana ham sovuq ta'sir qilib, sovuq urish ehtimoli oshishi mumkin. Shu sababli bular gulla bo'lgandan keyin gulini o'rni bilan to qishda qoladi. Shu holatda yo'qiga ketadi, qishda barg to'kadi. Keyin bahor kelishi bilan, sekin-astalik bilan mart oylarida kesib qo'ysanglar bo'ladi. Yana bularni noyob xususiyatlari, bular shunaqa xususiyatga egaki, kech barg chiqaradi, kech gullaydi. Shu sababli ham aynan gullash payti yoz oyiga to'g'ri keladi. Odamlarning ko'pi sovuq urdi deb o'ylaydi. Bu o'simlikni sovuq urib urmaganligini aniqlash uchun sizlarga hozir layfhak ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu juda ham oson. Misol uchun o'simligimizni tanasi mana shunaqa barg chiqarmay holatda turgan bo'lsa, ozgina mana shu tanasini bundoq shilib ko'rsanglar, ko'rdinglar, yashil bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu o'simlik tirikligidan dalolat beradi. Hozir uje barg chiqarib gullab bo'lgan. Shunchaki aytmoqchi bo'lganim, qurib qurmaganini bahorda ajratish uchun tanasini mana shunaqa qilib shilib ko'rasizlar. Mana misol uchun, mana bu yerda ham bizda ko'ryapsiz, shox bo'lib turibdi, lekin mana shuni tilsam, ko'ryapsiz, hali barg chiqarmagan, lekin tirik o'simlik. Va mana ostidan endi sekin-astalik bilan barg chiqaryapti. Shundan bilib olamiz. Misol uchun mana mamasini tilib ko'ramiz. Qaranglar, mana yonida yerda qurgani bor ekan. Buni tilib olman, lekin tanasi jip-jigarang. Bu degani bu o'simligimizni allaqachon qurib bo'ldi degani. Lekin bunimiz qurimagan, tirik. Chunki tilganimizni mana ko'rib turibsiz, yashil nimasi turibdi. Shundan ajratib olasiz. Va yana bitta sizlarga fakt asoslangan ma'lumot berib o'tib ketaman. Bular 1 yil ko'karib, kelasi yilda umuman ko'karmasdan dam olishi mumkin. Aytgandek, tanasini tilib ko'rsangiz shunaqangi joni bo'ladi, yashil nimasi chiqadi, lekin hech qanaqa barg ham gul ham chiqarmaydi. Va mana shu narsa fanda ham isbotlangan. Bu o'simliklarimiz dangas o'simlik hisoblanadi. 1 yil dam olib turib, kelasi yilga yana ko'zingizni quvnatib, gulla ham beradi. Albatta, videoyimizni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Ya'ni kulminatsion nuqta har doim hal qiluvchi, videoni hal qiluvchi qism hisoblanadi, narxi. Bu ko'rib turgan chiroyli betakor o'simliklarning narxi aytib o'tganimdek $10 ga ham bormaydi. Bunimizning narxi bor yo'g'i $7 so'mga hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 90 ming so'mni tashkil etadi. Bunaqa imkoniyat umuman hech qayerda yo'q. Bemalol hamma yoqni ko'rishingiz mumkin, hamma pitomliklarni ham ko'rishingiz mumkin, lekin mana shunaqa chiroyli gullab, maqsad tuylarga ekilib, ozuqalari bilan chiroyli formirovka shakl qilib yetishtirib qo'yilgan indiskiy serialni aynan Hot BDR navini uncha joydan topa olmaysiz va ayniqsa O'zbekistonda hech qaysi joydan topa olmaysiz. Shu sababli shunchalik qat'iyat bilan aytamanki, bularni $7 dan
pitomligimizga kelib tezroq xarid qilishga shoshiling. Sababi buni aksiyasini berganimiz ancha bo'ldi, 10-15 kun bo'ldi. Shunchaki hali YouTube'ga joylashga ulgurmadim. Shunaqangi aksiyadan bexabar qolmaslik uchun bizning Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'tganimdek, shunaqangi betakror Lagistromiya indica Hot BDR navini Zaxarda Flowers pitomligidan to 1-avgustga qadar mana shunaqangi $7 narxdan xarid qilib olib ketish imkoniyatiga egasiz. Bundan juda ham unumli foydalanishingizni tavsiya qilaman. Shu sababli hoziroq vaqt qo'ldan boy bermang. Butun yoz davomida sizni bog'ingiz bezab turadigan lagistromiyalarni xarid qilishga shoshiling. Sizlar bilan aynan videoni shu qismida xayrlashaman. Keyingi videomiz uncha uzoq vaqtdan keyin chiqmaydi. Taxminan 5-6 kunlardan keyin navbatdagi aksiyani ham sizga e'lon qilish uchun navbatdagi videoni joylayman. Ungacha siz o'zingizni bog' sevadigan, gullarni sevadigan yaqin do'stlaringiz bilan bu videoni ulashib qo'ying va Zaxarda Flowers pitomligiga bir kun bo'lsa ham tashrif buyuring. Sizlar bilan Ismoil Ruslanbekov bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.